Xudo xolasa necha kunda Amerikaga borasiz? 68 kun vaqtim bor. Komil aka, assalomu alaykum. Tanishganimdan xursandman. Siz nechinchi kun bugun yo'lga chiqqansiz Amerikaga? 12-kun. 12-kun. Xudo xolasa necha kunda Amerikaga borasiz? 68 kun vaqtim bor. O'zbekistondan Amerikaga borgan birinchi inson bo'lishini harakat qilyapman. Hali buni hali hech kim qilmagan, bitta blogerimiz qilaman deyaptilar, lekin bu oson ish emas. Amerikaga avtomashinada boraman. Ha do'stlar. O'zbekligimizni, milliyligimizni butun dunyoga tanitamiz. Ushbu Gentra legendada yo'lga chiqaman. Yo'l azobi bu go'r azobi deydi. Har kim ham qila olmaydi bu ishni. Birinchilardan bo'lib qadam tayladingiz. Eng uzoq yo'l, to'g'rimi? Gentrada ketyapsiz. Amerikada xudo xolasa borsangiz, bizni ham obunachilarimiz bor. Sog'-salomat yetib oling inshaalloh aka. Komil akani taniydiganlar bo'lsa kommentariyaga yozib qoldilar. Samarqand? Samarqand, Katta Qo'rg'on. Surxondaryo. Tanishganimdan xursandman. Sog' bo'ling aka. Moskvada nimadir gap bo'lsa, shu bola chiqargan bo'ladi shu gapni. Ketdik tura. Ha, ketdik. Kimdir qayergadir ketayotgan bo'lsa, ular sizdan ketgan bo'lsa. Urdik gap yo'q. Biz hozir kemadamiz, akalar bilan aylanib yuribmiz.